Assalomu alaykum, hurmatli o'jar va qaysar o'qotar burchi sohiblari, doim pozitivni odamlarda bilan o'qotar burchidagilarni ham juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Men hayotimda shunaqa o'rtoqlarim bor, o'qotar burchidagilardan. Ular bilan suhbatlashish, ular bilan hamroh bo'lish, do'st bo'lish, o'rtoq bo'lish juda ham ajoyib. Ular hech qachon sizlarni zeriktirishmaydi. Oktyabr oyi uchun taro bashorat ko'ramiz va energiyalaringiz qanaqa bo'ladi ko'ramiz. Spravedlivost. Siz hamma narsada, hammada haqiqatni izlaysiz. Yoki haqiqat sizni izlashi mumkin. Hayotingizda ko'p nohaqliklar kelgan bo'lsa, adolat qaror topadi. Sizni hayotingizda, mushkullaringizda, ya'ni muammolaringizda, tashvishlaringizda adolat qaror topadi. O'zingiz ham hammaga nisbatan, ishlaringizga, atrofingizdagilarga nisbatan adolatli bo'lishga harakat qilinglar. Koroleva kubkov. Emotsional bo'lishlaringiz mumkin. Juda ham ko'ngilchang, hamma narsani ko'nglingizga oladigan glubinniy serдце degan interpretatsiyamiz bor. Bu kartamizda hamma narsani ko'ngilchang bo'lib, ko'nglingizga olib, ta'sirchang bo'lib qolishingiz mumkin. Deva pentakli, ценность и красота. Lekin energiya shunaqa bo'ladiki, oktyabr oyida go'zallashasizlar. Qalban go'zallashishlaringiz mumkin, hayotingiz go'zallashishi mumkin. O'zingizni ko'rinishingiz, energiyangiz o'z holatiga stabilniy bo'lishi mumkin. Juda ham ajoyib. Sevgan insonimiz bilan aqlimizdagilar uchun shaxsiy munosabatlar haqida ko'ramiz. Birinchi kartamiz. Koroleva kubkov, yana koroleva kubkov kartasi. Bu yerda biz emotsiya xohlashimiz, e'tibor xohlashimiz, aqlimizdagi insondan mehr xohlashimiz, munosabatlar balki bizga xohlab qolish mumkin. Aqlimizdagi insondan yaxshi munosabatlar, uchrashuvlar, yaxshi emotsiyalar olishni xohlashimiz mumkinligi ko'rsatilyapti. Korol jezlov. Bu olov unsuri o'qotarlarga xos. Bu yerda boshqa kartina ko'rsatilgan, ya'ni judayam ko'p ishli insonni ko'ryapmiz. Aqlimizdagi inson balki ko'p ish bilan band bo'lishi mumkin, yoki siz agar siz erkak kishi bo'lsangiz, ish bilan band bo'lishingiz mumkin. Aqlingizdagi insonga, sevgan insoningizga ko'p vaqt ajrata olmasligingiz mumkin. Buni o'ziga yarasha sabablari bo'ladi, ataydan bo'lmaydi albatta. Korol dinaryev. Ajoyib. Devatka jezlov. Siz qarang, ayollarimiz uchun olib aytadigan bo'lsam, ayollarimizga, sizni hayotingizga ikkita erkak rol o'ynashi mumkin. Ya'ni biri ketib, biri kelishi mumkin. Va siz emotsiyalarga, aqlingizdagi insonni emotsiyalarga chaqirishingiz mumkin. Sen menga e'tibor bermayapsan, sen menga yordam bermayapsan. Mana shu holatda bo'lishingiz mumkin. Ya'ni aqlingizdagi inson bilan siz munosabatlarni yana ham yaxshilash harakatida bo'lasiz. O'zingizga nisbatan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilasiz. Yana bitta kartamiz. Lekin judayam ko'p arqonni uzun tashlavormang. Ya'ni munosabatlarda o'zingiz ham chigallashtirishga harakat qilmang. Ko'p e'tibor talab qilmaslikka ham harakat qiling. Chunki bashnya kartamiz ko'p kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar
yuzaga kelishi mumkin. Bilmadim. Oktyabr oyiga ayollarimiz uchun o'qotar burchidagilarga korollar ko'p chiqyapti. Ya'ni sizni hayotingizga yangi insonlar, yangi munosabatlar ham kirib kelishi mumkin. Judayam emotsiyaga boy, sevgiga boy oyni ko'ryapman sizlar uchun. Ishlarimiz uchun ko'ramiz ham. Ishlarimiz qanaqa holatda bo'ladi? Tuz jezlov judayam aktiv holat, judayam aktivlashasizlar, judayam ko'p ishlashlaringiz mumkin. Sizlarda umuman boshqa oylarga nisbatan, boshqa vaqtga nisbatan judayam aktiv bo'lishingiz, harakat qilishingiz, ishlaringizni yaxshilanishi, yaxshilash harakatida bo'lishingiz. Quyosh, shu harakatingizga nisbatan Quyosh kartasi bilan aytmoqchimanki, sizlarga omad kulib boqadi, ya'ni harakatingiz bilan, shijoatingiz bilan, o'sha ishingizga qaratilgan energiyangiz bilan. Prinsessa Mechey, bu o'tayam qat'iyatli, o'tayam shijoatli ayolni ko'ryapman. Troyka chash, sizga ishlaringiz nafaqat omadli kechadi, omadli bo'lishingizga atrofingizdagilar hamroh bo'ladi. Qanaqa voqealar ro'y berishi mumkin? Lenormand kartamizda, orakulimizdan ko'ramiz. Baliq, omad. Sizda omadli voqealar ko'p ro'y beradi. Omadli safar bo'lishi mumkin, yo'l, qaytib kelish, ketish, safarga chiqish. Agarda siz oktyabr oyida rejalashtirayotgan bo'lsangiz, safarga chiqish, ish uchun, nimalargadir erishish uchun safar yo'liga otlansangiz, hammasi omadli kechadi. Yaxshi takliflar bo'lishi va yana shuni aytmoqchimanki, va nafaqat sizga yaxshi takliflar bo'ladi. Omadingizga ko'z tegib qolmasin, shulardan ham e'tiborliroq bo'linglar. Omadli bo'lishingizga o'zingizni bilimingiz, resurslaringiz, tajribangiz qo'l keladi. Nimalardan ogoh bo'lishimiz kerak? Neba va zemlya kartamiz. Yer va osmon. Ogoh bo'lishimiz, judayam ko'p qaysar bo'lmanglar. Muammolaringizni ko'p ham o'ylamanglar. Baribir hamma narsa o'z vaqtida, o'z yo'lida hal bo'ladi. Muammolaringiz, ayniqsa bu pulga taalluqli bo'lsa, voqealarga asoslanib agar aytadigan bo'lsak, shunaqa voqealar puldan kim bilandir bor tortishish bo'lishi mumkin sizlarda. Nimalar kelishi mumkin hayotingizga? Oktyabr oyida nima voqealar kirib kelishi mumkin? Nimalar o'zgaradi deb aytaylik? Sud kartasi. Yangiliklar hayotingizda, muammolardan, yana tuz jezlov, muammolardan qutulishingiz, siz uchun ayniqsa hujjatli ishlar, bu yuridik ishlar bo'ladigan bo'lsa, hujjatlarga taalluqli ishlar bo'lsa, bulardan qutulishingiz, xalos bo'lishingiz, muammolarni ko'p yechimi ochilishi kutilyapti sizlar uchun, hurmatli o'qotar burchi sohiblari. Omadinglarni bersin, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.